Bu joy Ichanqal'a Davlat muzey qo'riqxonasi 26 gektar 58 ta tarixiy obidalar shu yerda joylashgan shahar. 1990-yilda O'rta Osiyo shaharlarining ichida birinchilardan bo'lib butun dunyo madaniy obidalari UNESCO sostaviga kiritilgan va 100-shahar bo'lib UNESCO ro'yxatiga qabul qilingan. Hozirgi kunda bu shaharda muzey qo'riqxona faoliyat yuritadi. 20 ga yaqin muzey ko'rgazmalari shu yerda joylashgan va bu yerda ikkita mahallada demak odamlar ham yashaydi. Eng eski binolarimiz bu 10-asrga oid bo'lgan jome masjidi va eng yangi demak binolarimiz bu 10-yilda qurilgan demak Said Islomxo'ja minorasi hisoblanadi va bu yerda hozir umuman Xiva shahrida 16 ta minoralar saqlanib qolgan bo'lsa, bu o'tgan asrda minoralarning soni 80 dan oshiq bo'lgan. Shuning uchun Xivani minoralar shahri deb aytishgan. Bundan tashqari Xiva bu O'rta Osiyoni ilm markazi hisoblangan. Shuning uchun Xiva shahrida 134 ta madrasa faoliyat yuritgan bo'lsa, Ichanqal'ning ichida madrasalar soni 29 ta bo'lgan va hozirgi kunda 27 ta madrasalar saqlanib qolgan. Bundan tashqari ikkita Xiva xollarining ikkita saroyi shu yerda joylashgan. Oldimizdagi demak madrasa bu Muhammad Aminxon madrasasi 1851-yil 1853-yillarda Xivaxon Muhammad Aminxon tomonidan qurib boshlangan va buni ichida 260 ta demak talabalar o'qigan, 130 ta xonasi bo'lgan, ikkita katta darsxonasi va yonida bitmasdan qolgan minora, ko'k minora, ya'ni Muhammad Aminxon minorasi hozirgi kunda saqlanib qolgan. Undan keyingi demak madrasamiz Matmurat Devonbegi madrasasi Xivaxonni demak Devonbegisi bo'lgan va shu tarafdan 1854-yilda qurilgan va bu Qozikalon madrasasiga ulanib ketadi. Qozikalon madrasasini Salimaxon Xivaxonni qozisi Salimaxon tomonidan 1905-yilda qurib bitkazilgan. Bu madrasaning yonida eng katta madrasalardan birisi Muhammad Rahimxon II Feruzxonni qurdirgan 1871-76-yillarda qurdirgan katta madrasasi, 54 ta hujrasi, 2 ta katta darsxonasi bo'lgan. Va bu demak Ichanqal'a kompleksida shunday madrasalardan 27 tasi hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Ichanqal'ning 4 ta darvozasi, bu darvozalar Ota darvoza, Tosh darvoza, Polvon darvoza va Bog'cha darvoza deb aytiladi va bu darvozalar demak yer yuzini 4 tarafiga qarab shimolga, janubga va g'arb sharqqa qarab qurilgan darvozalari. Bu darvozalardan demak shaharga karvonlar, odamlar demak kirib chiqishgan va kechqurunlari bu darvozalar yopib qo'yilgan. Ichanqal'ning territoriyasi 26 gektar maydonni tashkil qiladi. Bu 400 metrga 640 metr, ikkita mahalla. Qo'rg'onning uzunligi qancha kilometr? Qo'rg'onni aylanasi 2250 metrni tashkil qiladi va 2250 metr joy hammasi qala devorlari bilan o'rab olingan. Qala devorlarining balandligi 8 metrdan 14 metrgacha yetadi. Tashqari qala 1840-yillarda Alloqulxon davrida qurilgan. Tashqari qal'aning aylanasi 5500 metrni tashkil qilgan va unda 10 ta darvoza bo'lgan. Hozirgi kunda tashqari qal'aning ayrim qismlari saqlanib qolgan, ko'pchilik qismlari Sovet ittifoqi paytida yiqilib ketgan. Hozircha bir 800 metrga yaqin joyi saqlanib qolgan va 4 ta darvozasi qaytadan tiklangan.